Assalamu alaykum. Mening ismim Nurgul Osman. Men Sharq Turkistonning Urumchi shahridan. Men bugun dadam opam to'g'riliq guvohlik bermoqchiman. Ya'ni bu mening dadam Osman Abdullah. Bu yil 60 yosh. Urumchi shahri Shimgor rayonlik Jidvan yeza 3-guruh 59-qo'rida o'tirishliq yakka tijoratchi. Bu mening opam Mariya Qurban. Bu yil 57 yosh. Urumchi shahri Shimgor rayonlik Jidvan yeza 3-guruh 59-qo'rida o'tirishliq oila ayoli. Yani dadamni 2017-yili 1-oyning 6-kunisi saqchilar tutib akitilgan xabarni anglagandan keyin 3 oydan keyin 2017-yili 4-oyning 6-kunisi dadamga kesim kesilmoqchi bo'lganini, dadamning jinoyatininki terrorchiga yordam qilgan degan nom bilan qaralanganligini, ham dadamga advokat taklif qilish to'g'riliq xabar berilganligini opamdan 4-oyning 6-kunisi angladik. Shu kundan e'tiboran opamning dadamning hech xabarini ola olmadik. Uyda bir 6 yoshlik bir nevri qiz bor edi, ismi Muxlisa. U qizning dadam tutilib ketilgandan buyon bu 3 oy ichida Oliy komitetidan kelib beqilish o'rniga akitilganligini, opamning shu 3 oy jarayonida nurg'un saqchixonadan kelib nurg'un qiyin qiziq savol so'roqlarga uchraganligini anglagan edik. 2017 4-oyning 6-kundan boshlab dadam ham opamdan hech xabarini ololmadik. Ta hozirgacha hech qanday bir izdigini ololmadik. Şunlaşqa men dadam opamning salomatligini, qanday hayotda ekanligini, ham erkinlikni, shuni xabar olishni talab qilaman. Ham butun xalqaro jamiyatning bizdek bir zulmga uchragan millatning yenda bo'lishini, haq adolatparvar bo'lishini talab qilaman. Hammanglarni Allohga omonat.